Всем привет, это редакция газеты УС, и я Диляр Аблакимов. Сегодня в обед в Сергелийском районе рядом с мукомольным заводом произошел пожар. Какие его масштабы и в чем причина в нашем видеорепортаже. On 4-may kuni soat 11:03 da Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Sergeli tumani Nilufar ko'chasida joylashgan omborxonalarning birida yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida xabar kelib tushdi. U xabarga asosan 11:05 da yong'in qutqaruv ekipajlari yetilgan manzilga yetib keldi va yong'inni 12:15 da qo'shib olindi va yong'in 13:31 da to'liq o'chirildi. Yong'in oqibatida jarohatlanganlar va halok bo'lganlar yo'q. Yetilgan manzilda 800 kvadrat metr maydonda omborxona yonib zararlangan. Hozirda yong'in sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda va surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Omborxonaning ichida birlamchi ma'lumotlarga qaraganda spirtli mahsulotlar, tekstil materiallar har xil turdagi va boshqa bir plastik yoki boshqa bir mahsulotlar saqlanayotgani aniqlandi. Yong'inning ko'lamini bunday katta bo'lib ketishini taxminiy sababi ichida spirtli mahsulot, ya'ni yengil aylanuvchi suyuqlik bo'lganligi sababli yong'inning ko'lami kattalashib ketgan va natijada yong'in yuzaga kelgan. Сколько машин приехало? Jami 12 ta asosiy, 6 ta maxsus va 6 ta suv tashuvchi texnikalar yetilgan manzilga yetib kelgan. Hozirda ishlar olib borilmoqda, surishtiruv ishlari. Шел 4-й час ЧС, пожар уже тлеет. Подробнее о нем и произошедшем в нашем текстовом материале на сайте газета.ус. Всего доброго!